24-vaza. Buyuk Alloh shunday degan: Ey odam bolasi, albatta shayton sening dushmaning va sen unga dushmanday qara. U kuni eslab yuring, sen milosli oldida ommaviy tarzda tursan. Sen uni oldida qator-qator turib kitoblarni o'qisan. Ularda barcha amallaring har bir harf bilan yozilgan va sendan yashirin va ochiq qilgan amallaring so'raladi. U kuni biz taqvo egalarini yig'ib, ularni milosliga chaqirib, gunohkorlarni esa ommaviy ravishda do'zaxga haydamiz. Yaqindan ichimlik izlagan go'sht yoki suv kabi. Sen uchun va'da va tahdidlar bor. Albatta men Allohman, menga o'xshash yo'q. Mening hukmronimga teng hukmroni yo'q. Kim doimo men uchun roza tutadi, men u kishi uchun o'z taomlarim bilan iftor beraman. Kim tunni menga ibodat bilan o'tkazsa, men u kishiga o'z sharafimdan sharaf nasib etaman. Kim taqiqlangan narsalarga qaramasa, men uni o'z do'zaximdan saqlayman. Men Robbim shunday ekan, mening botirligimni biling. Men mehribon shunday ekan, menga shukr qiling. Men himoya qiluvchi shunday ekan, mendan saqlaning. Men yordamchi shunday ekan, yordam so'rang. Men kechiruvchi shunday ekan, kechirim so'rang. Men ergashiladigan shunday ekan, menga ergashing. Men beruvchi shunday ekan, mendan so'rang. Men ibodatga loyiq shunday ekan, menga ibodat qiling. Men biluvchi shunday ekan, mendan saqlaning.